Bugun sizlar bilan anchadan beri kutilgan retsept olot somsa tayyorlaymiz. Olot somsa mazali va yumshoq chiqishi uchun mol go'shtini hamma paylaridan tozalab, videoda ko'rsatilgandek qilib kubik shaklda to'g'rab olamiz. Ketidan mol chorvasi, piyoz va bulg'or qalampirini ham mayda shaklda to'g'rab, go'sht bilan aralashtirib olamiz. Eslatib o'taman, olot somsa zo'r chiqishi uchun Sayqal restoranimizda mol go'shtining 2 son qismidan foydalanamiz. Go'shtli nachinkamizga tuz, murch, suv solib, yarim soatga maza o'tishi uchun olib qo'yamiz. Ikkinchi xil ko'k olot somsamiz. Yuvilgan ismaloqni videoda ko'rsatilgandek to'g'rab, unga qovurilgan piyoz, qaymoq, tuz, murch solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Haqiqiy olot somsa xamiri qattiqroq bo'ladi. To'liq retseptni opisiyaniyada va kommentariyada yozib. Qattiq xamirni 1-1,5 soatga xona haroratida qoldiramiz. Qattiq xamirni 30-35 grammdan uzib, videoda ko'rsatilgandek yupqil yoyib. Yupqil yoyilgan xamirlarga 2 xil nachinkamizni solamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib tugilamiz. Tayyor olot somsalarni diskga taxlab chiqamiz, ularni ustidan suzamiz, suvni olib tashlab 350-400 gradusdagi duxovkada 5-10 daqiqa pishirib olamiz. Olot somsalar duxovkadan chiqib tayyor bo'lgan